So'nggi yillarda sport sohasini rivojlantirish, hududlarda zamonaviy sport inshootlarini barpo etish hamda professional sportchilarni qo'llab-quvvatlash borasida tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida yurtimiz sporti rivoji uchun xizmat qiluvchi yana bir majmua barpo etilib, foydalanishga topshirildi. Tadbir tafsilotlari bilan muxbirimiz Diyora Abdashimova lavhasida tanishasiz. Ayni damda biz majmuaning ochilish marosimidamiz. Eslatib o'tamiz, bu sport maktabi O'zbekistonda yagona bo'lgan og'ir atletika sport maktabi hisoblanadi va u aynan 3 karra jahon chempioni bo'lgan Akbar Jo'rayev nomiga qurib bitkazildi. Mazkur respublika maktabining tantanali ochilish marosimida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining sport bo'yicha vakili Odil Abdurahmonov, O'zbekiston kasaba uyushmalari Federatsiyasi raisi Qudratulla Rafiqov, sport vaziri Adham Ikromov, Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayev, sport sohasi faxriylari, tarmoq kasaba uyushmalari respublika kengashlari rahbarlari, olimpiya chempionlari va mehnat faxriylari ishtirok etdi. Tantanali tadbirni kasaba uyushmalari Federatsiyasi raisi senator Qudratulla Rafiqov ochib berdi. Shuningdek, Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayev ham so'zga chiqib, so'nggi yillarda prezidentimiz tomonidan sportni rivojlantirish, xususan og'ir atletika yo'nalishiga qaratilayotgan e'tibor natijasida yoshlar uchun keng imkoniyatlar yaratilayotganini ta'kidladi. Biz yaqindagina Pokiston davlatida safarga bo'lganda, hali biz gapni boshlamasimizdan o'zbek boksda birinchi, O'zbekistonning futboldagi erishgan natijasini biz hech kim kutmagan natijani qo'lga kiritdi. Lekin eng orasida bironta legioner yo'qligi, hammasi O'zbekistonning farzandlari, O'zbekistonning vatanparvar yigitlari borligi bu bir karra ko'taradi. Biz endi tarixni qisqa uzoq bo'lmagan tarixni ko'rdik, hamma sohada bitta legioner, qaysi davlatning fuqarosi kimdir O'zbekistonni himoya qilishi vaqtinchalik bo'ldi-yu, lekin men O'zbekistonning farzandiman, qonimda menga bu yerda Amir Temur va boshqalarni qoni oqyapti. Mana shunday bir vatanni sevadigan, vatan uchun jonini beradigan prezidentning farzandiman deb chiqadigan yigitlarni biz kutgandik. Bugun o'sha zamonlar keldi. Marosim davomida sportchimiz Akbar Jo'rayev hamda soha vakillari so'zga chiqib, iqtidorli sportchilarni saralab olish, ularni professional darajada tayyorlash hamda yurtimiz sporti sha'nini xalqaro maydonlarda munosib himoya qiladigan yangi chempionlarni tarbiyalashga chin dildan bel bog'laganini aytib o'tdi. Shundan so'ng ramziy tasmalar qirqilib, ishtirokchilar sport maktabi bilan yaqindan tanishdi. Muhtaram prezidentimiz og'ir atletika sport turiga alohida e'tibor qaratayotdilar. Juda ham xursandmiz. Kasaba uyushmalarida uchrashganimizda zal masalasi qurib beramiz degan paytlar bunchalik imkoniyatlar bo'lmaydi deb o'ylagandim, lekin hozir boshqa davlatlardan qaraganda ham hamma sharoitlari bor. Bu zallardan Olimpiada jahon chempionlari chiqishini tayyorgarlik qilish boshlaymiz. Olimpiada jahon chempionatlarida yosh sportchilarimiz bizlardan keyingi avlodlar bizlardan ham yaxshi natijalar erishishga umid qilaman va omad tilab qolaman. Qisqa fursat ichida tumanning Kichiksoy mahalla fuqarolar yig'inida bunyod etilgan mazkur sport majmuasi zamonaviy talablar asosida qurilib, sportchilar uchun barcha qulayliklarni o'zida mujassam etgan. Mazkur obyekt qurilishiga kasaba uyushmalari tomonidan qariyb 25 milliard so'm mablag' yo'naltirilgan bo'lib, loyiha sportchilar uchun nafaqat mashg'ulot maydoni, balki kelajak chempionlarni tarbiyalash markazi sifatida xizmat qiladi. Ko'p marta ta'kidlab o'tganman, o'zimiz chiqqan zallarni eslasak, yo'dushi yo'q. Ba'zida qishda yopilardi chunki issiqlik yo'q. Hozirda mana sizlarda shunaqa sharoitlar bor. Hamma sharoitlarni o'rganib ham chiqdik. Zaldan tortib oshxonasi, saunasi, yotog'i, trenajyor zali, murabbiylar xonasi va hokazo hamma narsa bor ekan. Bu zalda nafaqat yoshlar, terma jamoa ham bemalol mashg'ulot olib borishi mumkin. Chunki shunga yarasha sharoit yaratilgan. Umidlarimiz katta, niyatlarimiz zo'r. Nasib qilsa albatta biz prezidentimiz va xalqimiz tomonidan bizga yuklatilgan vazifalarni va yuksak marralarga yetishni albatta o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz va ularni hammasini albatta oqlaymiz. Binoni tomosha qilar ekansiz, uning har bir burchagida zamonaviy sport anjomlari bilan miriqib shug'ullanayotgan yosh atletikachilarni uchratasiz. Bo'lajak chempionlarning ko'zlaridagi shijoat hamda kuch-g'ayratni ko'rib, yangi O'zbekistonning bunyodkorlarini bevosita kashf etasiz.